Aynan figuram sababli men erimdan ajrashganman. Menga "Sen taxtasan" deb meni haqorat qilgan. O'shaning uchun men figuramni qildirishga 1 yil oldin Guluz opaga kelganman. Figuramni qildirganimdan keyin meni atrofimda erkaklar juda ham ko'p bo'lgan va erim ham qaytib kelgan va erim bilan yarashganim emas. Chunki yarashishni xohlamayman. O'zi men o'zimni sevaman. Samatsenkam o'zi menga o'zimga nisbatan juda ham kuchli. Bu haqiqatdan ham Samatsenka. Guluz opa aytganlaridek figuralar juda ham zo'r. Gap yo'q. Nima uchun bizga ishonasiz? Sizga ishonganligimning sababi 1 yil oldin ham figuramni siz qilib bergansiz va mendan baxtli ayol bo'lmagan bu dunyoda. Va sizga yanada bundan keyin ham ishonaman. Shuning uchun sizning oldingizga yana keldim. Hozir qolmadi. Yo'q, juda ham zo'r turibdi. Rahmat sizga kattakon. Bizda faqat natija gapiradi. 1 yil oldin bu muolajani amalga oshirgan bo'lsam, juda ham chiroyli turibdi ko'kraklari. Aynan bu qizimizni ham boshqa figura korreksiyalarini ham ko'rgani, kommentariyaga prosta Guluz so'zini yozasiz. Undan oldin bizga like bosasiz, obuna bo'lgan bo'lishingiz shart qizlar. Shunda intim yuz figura korreksiyani kanalda ochuvchasiga ko'rasizlar. Sizlar bilan doimgidek doktor Guluz figura va yuz korreksiyasi bo'yicha tabiiylik bilan yondashuv, vazmin hashamat.